24-kun. Alhamdulillah. Qo'l oldi orqasi, yelkani tepasi qismiga. Undan keyin qanotga ishladim. Ozgina freska ham kechasi qildik. Xullas bugungi kun shunaqa. Alhamdulillah bugun ertaroq keldim. Soat 14:38. Birdan beri trenirovka qilyapman, 1,5 soat. Bugunga zo'r bo'ldi. Maza. Hozir bugun audio kitob eshitib trenirovka qildim. Yana zo'r narsa eshitdim. Case, ya'ni inson o'z shaxsiy hayotiga ega bo'lmasa, boshqalarning hayoti bilan ovora bo'ladi, boshqalarning hayotiga suqiladi degan jumlani eshitdim. Bunda ancha katta gap bor, ya'ni odam o'zining shaxsiy hayotiga ega bo'lmasa, o'zini shaxsiy kun tartibiga, maqsadiga ega bo'lmasa, birovlarning maqsadi bilan yashashga to'g'ri keladi. Ya'ni ana gapga o'xshab ketadi. Televizor ko'radiganlarni, kitob o'qiydiganlar boshqaradi. Maqsadsiz insonlar maqsadi bor insonlarga ishlaydi degan terminlarga o'xshab ketadi. Shunga o'xshab odam o'zining shaxsiy hayotiga ega bo'lmasa, shaxsiy prinsip, shaxsiy tamoyillariga ko'ra yashamasa, boshqa insonlarni qo'ygan qoidasi, chizig'i bo'yicha harakatlanishga majbur bo'ladi samasa bo'yi. Ular shunaqa. Короче, bugundan o'zgarish ancha katta, kecha-kechqurun anchagina mehnat bo'lgan. Rejalarni, maqsadlarni aniqlashtirib, qog'ozga tushirganman, analiz qilganman, bir yaqin atrofimdagi bolalar bilan suhbat qilganman, gaplashib ular bilan shunaqa, ular bilan anchagina gaplashib o'tirdik. Ya'ni fikrlarimni ulashib, ularning ham fikri bilan hamsuhbat bo'ldim. Nasib yaqin atrofda yangi proyekt o'z ishini boshlaydi. Bu atrofimdagi insonlar bilan sekin-sekin podkast qilish. Bu podkast asosan fikrlarimizni almashtirib, har birimiz uchun foydali bo'lgan yangi insaytlarga ega bo'lish. Uni asosiy holatda o'zimizga odat shaklida shakllantirish uchun buni yo'lga qo'yaman. Kimdir telefon qildi bo'lyapman. Ular shunaqa qanaqadir populyarniy bo'lib ketish yoki zvezda bo'lish uchun emas, faqatgina shu o'zimizga odat shakllantirib, har doimgi maqsad, rejalarimizni doim takrorlab, o'shani unutmaslik odatini shakllantirish uchun bu ishlar. Ular shunaqa. Endi qaytdim uyga.